Xo'p, zapis boshlandi. Xo'p, bizani vazifamiz. Do'koningizda bugun sotilgan mahsulotlar haqida hisobot tayyorlang. Quyidagi ma'lumotlarni kiritishingiz va natijalarini hisoblab chiqarishingiz kerak. Mahsulot nomini kiritish string orqali, bugun sotilgan mahsulotlar sonini kiritish int orqali, har bir mahsulotning narxini kiritish float orqali, umumiy savdo summasini hisoblash, hisoblangan natijalarni print yordamida foydalanuvchiga ko'rsatish. Xo'p, bu yerda Xo'p, misol. Misol kiritish va natijalar. Xo'p, inputga sotilgan mahsulot nomini kiriting non. Bugun sotilgan non sonini kiriting. Misol uchun 50 ta. Har bir sonning o'rtacha narxini kiriting so'mda 3000. Xo'p, endi output. Outputda xo'p, mahsulot nomi, kiritilgan mahsulot, bugun sotilgan mahsulotlar soni, kiritilgan son, har bir nonning o'rtacha narxi, kiritilgan narx float ko'rinishida bo'lishi kerak va umumiy savdo summasi. Endi bu ko'paytirilgan. Xo'p, kod yozishga o'tamiz. Xo'p. Birinchi bo'lib boshlayman. Nomidan mahsulot nomini kiritaman. Xo'p, input deyman. Xo'p, sotilgan mahsulot nomini kiriting. Xo'p. Bundoq qilamiz. Endi qulayroq bo'lishi uchun bundoq n qilib qo'ysam, ya'ni bitta stroka pastga tushadi. Xo'p. Endi son qilaman. Int qilamiz. Buni int shaklida bo'ladi. Input. Xo'p. Bu yoqda bugun sotilgan mahsulot sonini kiriting. Xo'p. Bu yoqda f-string qilsa bo'ladi. F-string qilib, bugun sotilgan deb nomni belgilaymiz. Sonini kiriting. Xo'p, nimaga bu nonni chiqardim? Chunki bu yerda mahsulot nomini kiritadi, misol uchun non kiritadi va sonni yozayotganida o'sha bugun sotilgan o'sha kiritilgan mahsulotni nomini yozib chiqarib beradi. Olma desa olma chiqaradi, non desa non chiqaradi, yana boshqa narsa bo'lsa o'sha narsani chiqarib beradi. Xo'p. Keyingisi bu narx. Narx deb nomlaymiz. Xo'p. Bu obyektimiz float shaklini egallaydi. Float ya'ni turi bo'ladi. Xo'p, input qilamiz. Xo'p, endi har bir nonning o'rtacha narxini kiriting. Xo'p, har bir mahsulotning, demak, biz yozamiz. Har bir bundoq qilib nom deb qo'yamiz. Bu yerda ham f-string bo'ladi. Hop. Bu yerda ham f-string bo'ladi. Har bir nom, ya'ni mahsulotning o'rtacha narxini kiriting deyilyapti. Hop, ning narxini deylik. Endi o'rtacha narxi baribir oddiy har bittasini narxi bo'ladi-yu. Narxini kiriting. Aytmoqchi, bu yoqqa ham n larni qilib qo'yaylik. Qulay bo'lishi uchun. Xo'p. Bundoq qilamiz. N qilib qo'ysak. Xo'p, endi oxirida print. Endi qulay bo'lishi uchun bundoq qilib olamiz. Xo'p, shunda yozamiz. Oxirida outputda chiqishi kerak bizda.
mahsulot nomi, hop, mahsulot nomi deymiz. Nom qilamiz va bu yerda nom. Buni ham f-string qilib qo'yamiz. Hop, keyingisi bugun sotilgan mahsulotlar soni deymiz. Bugun sotilgan, shu yerda mahsulotning nomini shunday yozib qo'yaylik. Nomlar soni deymiz. Hop, shunda bu yerda chiqadi son. Hop, endi keyingi qiladigan ishimiz har bir mahsulotning o'rtacha narxi, har bir mahsulotning narxi deymiz. Har bir nom deymiz. Hop, ning narxi qilamizda. Endi bu yerda narx deymiz. Hop, keyingisi umumiy savdo summasi deydi. Aytmoqchi, bu yerda narx yozilganda so'm deb qo'ysak bo'ladi. Hop, endi umumiy savdo summasi, umumiy savdo summasi deb endi bu yerda sonni ko'paytiramiz narxga. Hop, o'zi avtomatik tarzda float shaklida keladi. Bu yoqqa ham oxiriga so'm deb yozib qo'yamiz va tekshiramiz. Kodimiz qanchalik to'g'ri yozilgan. Hop, sotilgan mahsulot nomini kiriting. Non deylik. Bugun sotilgan non sonini kiriting. Hop, 50 ta. Har bir nonning narxini kiriting. 3000. Mahsulot nomi non, bugun sotilgan nonlar soni 50 ta, har bir nonning narxi 3000 so'm va umumiy savdo summasi 150 ming so'm. Hop, bu yerda outputda xuddi shunaqa. Endi videomizni yakunlaymiz. Hop, biz tekshirib oldik endi. Hop, aytaylik, endi boshqa mahsulot. Misol uchun kola. Bugun sotilgan kola sonini kiriting. Hop, aytaylik, 555 ta kola sotilgan. Har bir kolaning narxini kiriting. Har bir kolaning narxi, hop, aytaylik 17 ming so'm. Mana, mahsulot nomi kola. Bugun sotilgan kolalar soni 555 ta. Har bir kolaning narxi 17 ming so'm va umumiy savdo summasi 9 435 ming so'm. Hop. Endi menda kalkulyator hop, kalkulyator ochamiz. Hop, endi 17 mingdan ko'paytiramiz 555 ga. 9 million 435 ming so'm. Mana 9 million 435 ming so'm. Hop, shu bilan videoni tugataman.